Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Qiziqarli TV kanali o'z layfhacklarini boshlaydi. Bugungi videomiz Wi-Fi orqali har qanday raqamga vizov qo'ng'irog'ini amalga oshirgan holatda suhbatni ulashni va davom ettirishni ko'rsatib o'tamiz. Albatta, bizda videomiz sizga qiziqarli bo'lsa, like, podpiska, kommentariya bilan o'z fikr mulohazangizni va kelgusida qanaqa videolarni kutib olishingizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Demak, hammamizga sir emaski, aloqa kompaniyalari bizga vaqtni sotadi. O'zi agar tagini surishtiradigan bo'lsak, aloqa kompaniyalari Wi-Fi, ya'ni o'sha internet provayderlarida beriladigan megabayt orqali odamlarga vaqt ko'rinishida chegaralab, tarif ko'rinishida taqdim etadi va aloqa uchun plata yechib oladi. Demak, bu jarayonni boshlaymiz va telefonda ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, videomiz jarayoni Honor X7B telefonida olib borilyapti. Demak, biz qiladigan ishimiz vizov bo'limiga o'tamiz va 3 ta nuqtachani bosib, nastroyka bo'limiga o'tamiz. Nastroyka bo'limiga o'tganimizdan keyin mana Wi-Fi vizov bo'limi bor. Shu bo'limni bosgan holatda mana bu galchkani yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi va keyingi kategoriyada bosganimizda 4G yoki Wi-Fi bo'limini tanlang deydi. Biz Wi-Fi bo'limini tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi va biz o'rta bilan chiqib ketamiz va ekranimizni pastga tushirgan holatda politga bosamiz. Politga bosganimizdan so'ng albatta polit bo'lganda mana bu yerda Wi-Fi'miz ham avtomatik o'chadi. Bu holatda biz Wi-Fi'mizni qaytadan ulab olinishini kutamiz va qaytadan podключение beramiz. Podключение berganimizdan keyin ozgina sabr qilamiz va Wi-Fi'miz ulanadi. Ya'ni домашний Wi-Fi'miz kerak bo'ladi. Mana Wi-Fi'miz ulandi. Sim kartamizda pul bo'lmagan holatda yoki umuman sim kartamiz bo'lmagan holatda bundan foydalansak bo'ladi va vizov bo'limiga o'tamiz. Vizov bo'limida mana bu yerda ikkita sim kartamiz turibdi. Birinchisi Wi-Fi ga ulangan. Birinchisi orqali qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Ozgina sabr qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek qo'ng'irog'i amalga oshdi. Demak, mana shu holatda siz xohlagan operatoringizga qo'ng'iroq qilib, bemalol suhbatni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.